İlonbosh sezonimiz tugadi. Endi sazan sezonimiz boshlanyapti. Bir nechta joylarga borib keldik. Eng zo'r joyi ono daraxtlar yonida ertakdan chiqqan buloq suv bor ekan. Voy dod degan akamiz ham. Cho'lda ertakdan chiqargan ekan. 5 minut qo'lingiz suvni ichida ushlab tura olmaysizda. Muzlatib beradi, muzlatib. Baliq ovida. Shanba dam olish. Sherik ham shilapalarini kiyib o'tiribdi. Jamjit itam yo'q, itam. Mazza. Ilonbosh sudrayapti. Ko'rib qolmasa bo'ldi biz. Bizni ko'rib qolsa sudramay qoladi. Ko'ryaptimi o'rtalar? Sudrayapti. Chava bor edi. Yaxshi yutib olsa tortamiz. Yana sudrayapti. Katta narsa bo'lsin ish qilib. Yutin. Yut senga u chavaq. Endi yutyapti shekilli. Kirib ket. Olib ketish kerak edi bu qadovozlar. Millatyapti bu. Anchadan beri turibdi u. Tekin tushib ko'raman endi. Bilaylik nima ekan. Qanaqa. O'ta zo'r, go'zal joy. Ulug'lar-ki. Zakan ham katta. 5 metr, 6 metr bor eniga. Ilonboshga asosan Ilonboshga keldik. Ikki tushta olganmiz, sevatchaning ichida, sitgan ichida turibdi. Tashab qo'yganmiz. Qamishlar orasiga tashaganmiz, orasiga. Oyda bitta. Bittasi olmasa bittasini urib qoladi. Нормальный. 38 kilos. Akalarim. Laytugim millatinglar. Ilonboshga mana haq tashaysizlar. Ko'rasizlar? Ham qattiq non tashaysizlar, ham chavaq tashaysizlar. Qattiq non nima uchun? Qattiq nonga mayda baliqlar keladi. Mayda baliqlar kelganda ilonbosh nima bo'lyapti bu yerda? Cho'ta bir shovqin bo'lib ketdi bu yer. Nimaga baliqlar to'planyapti gavjum bo'lib deb turib keladi qiziqib. Qarasaki, baliqlar bayram qilyapti. Endi garetida slabirog'ini ushlayman deb tursa,
bizni paployimizda, kurchoyimizda chavoq turgan bo'ladi. Mana qilib qimillatib. Deydi, tayyor bor ekan mana deydi-da. Tirs etib uradi. Qarabsizki, shu bilan endi ushalib qoladi. Qocholmaydi. Mana ushlaymiz ilonboshni. Hatto olinglar. Hatto kerak bo'ladi. Shu ilonboshni yana tashlab qo'ysanglar, shu tashagan joyinglarga mayda balolar kelib urayotganda dirs etib olasizlar. Kattalar keladi-da, kattalar.